Hazırlık, Resul! Muhtaram Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni, Mudofaani boshqarish milliy markazi Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazishga tayyor. Erkin, salomatlik tilayman. Uzun masala qo'yiladi, bugün masala qo'yiladi. Shuncha yig'ilishamiz. Qarabog'da emas, muammoni yechish uchun mashina markaz tashkil. 2016 bo'lsa ham Mudofaa vazirligi ishlamagan Kattabo'g'onga borib Kattabo'g'on Halimoniga borib aylanib, biroz oldinlik Mudofaa vazirligi shunday ekanligini ma'lumot